Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz mana o'simlik kasalliklarini yoki o'simlik barglarini desak ham, uni featurelarini aniqlab olib, ularni klassifikatsiya qilish dasturini sun'iy intellekt, ya'ni AI bo'yicha dasturini qilib chiqamiz. Kodini birma-bir, ya'ni oldindan qilingan va hozir shuni birma-bir qadam-qadam tushuntirib o'tamiz. Birinchisi bizlar keladigan bo'ladigan narsa albatta dataset. Hop, bizda datasetimiz augmented apple dataset degandan foydalandik. Albatta Kaggle platformasidan ochiq va Kaggle platformasi deyarli datasetni ombori desak ham bo'ladi. Hop, bizda bu yerda faqat olmani barglari uchun, ya'ni kasallangan va sog'lom barglari uchun datasetlar yig'ilgan va ular augmentatsiya qilingan. Ya'ni augmentatsiya qilingan degani bu ularni shaklini o'zgartirish, qirqish, yarmini ko'rsatish, qolgan yarmini ko'rsatmaslik, rangini biroz o'zgartirish, 60 gradusga, 90 gradusga burish va hokazolar. Shu mana bizning data saytimizga qaraydigan bo'lsak, mana umumiy hajmi 600 megabit ekan va ularning ichida 4 ta narsasi bor. Ya'ni Apple Scab degani va rot, ya'ni qo'lni zanglagan va qo'ziqorin sifat, qo'yin kasallik, ya'ni Cedar Apple Rust. Bu ham kasallik. Keyin mana heavily degan bu sog'lom 3tasi kasal bo'lgan rasmlar. Mana bu yerda hammasi sifatli o'yini qilingan, bo'lib chiqilgan 3000 ta rasmdan qilingan va ichini ko'radigan bo'lsak, mana rasmlar ko'rishimiz mumkin. Va shu holatimizda turibdi. Xo'p, mana sog'lomini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda hammasi toza, hech qanday dog'lar, hech qanday yedirilishlar, yemirilishlar yo'q. Xo'p, bizni asosiy kodimizga o'tadigan bo'lsak, mana. Xo'p, bizda birinchi o'rinda datasetni yuklab olganmiz, ya'ni Google Colab orqali ishlaganmiz. Bunda ishlash uchun mana birinchisida bizga kerakli bo'lgan kutubxonalarni o'rnatib olganmiz, ya'ni kerakli versiya va shunga o'xshash. Google Colabning o'zida ba'zi bir funksiya va kutubxonalar yo'q bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz qo'lda domashniy qilib olamiz. Mana datasetni yuklab oldik, mana o'sha dataset. Mana keyin o'shani train augmented degan unoga o'zgaruvchiga saqlab olamiz. Keyin unda uni print qilib, unda qaysi ular bor, klasslar bor, ya'ni fayllar desak ham bo'ladi. Mana sog'lom, Apple kasalligi va xuddi shunday. Bu yerda deyarli hammasi uni barglar bo'yicha ishlanamiz. Mana data endi keyingi qadam data loading. Bunda nima qilamiz? Bunda bizlar mana bu datasetni shunchaki yuklab olganimizda ularni maxsus ko'rinishda va maxsus o'lchamlarga qilib, ularni aynan klasslarga bo'lib, mana labellashga o'xshash narsa qilib chiqamiz va ularni train dataset va validation datasetga bo'lib chiqamiz. Mana biz mana kerakli kutubxonalardan TensorFlow kutubxonasidan Keras APIs dan foydalanib qayta ishlab beramiz. Image dataset from directory dan foydalangan holda mana birinchisi datadir. Mana bu yerda datadirning ichidagidan mana bu o'zgaruvchi papkalarni, rasmlarni saqlab olamiz. Validation split, ya'ni bunda test qismiga, ya'ni model o'qitishga, boshqa narsa qilishga ko'rmay tursin. Va shuni 20% ni nima qilganmiz? Test qismiga olib qo'yamiz. 80% bilan o'qitib, yaxshilab ishlov berib, xususiyatlarni o'zimizga olib olamiz. Va uni training, qaysi unov uchun, training uchunmi yoki test uchunmi deb, yana o'zgaruvchi, yana validation uchunmi deb yozib qo'yamiz. Bu albatta, mana bu qismi esa albatta training uchun. Mana C42 degani albatta 40 tadan rasmini qilib yuboradi. Yana bitta 40 tadan keyingi rasmini bittalab olib chiqaradi. Bu bitta ketma-ketlikni o'rganib qolmasligi uchun, 1, 2, 3 degan atrof sonlarga o'xshab o'sib bormasligi uchun albatta randomli va ularni aniqlash uchun muhim. Image size, ya'ni rasmni obязательно bitta ramkaga solib qo'yamiz. Uni o'lchami 224 ga 24 pikselda bo'ladi. Mana batch size, bu batch size degan modelga parallel ravishda 32 ta rasmni shunda berib boramiz. U esa birdan o'qib yuboradi. Bu xuddi xotiradan rasmlarni tejashda yaxshi qo'l keladi. Bu validationda ham xuddi shunday. Bu faqat validation uchun qismini qilib qo'yamiz, datadirdan olamiz. Buni ham qolgan qismlar xuddi shu. Mana ko'rishimiz mumkinki, mana bizlarda klasslarning nomlari chiqdi. Mana 4 ta klassdan deyapti. Mana 12 ming ta rasm chiqdi. Keyin
mana treyning uchun deyapti. 9600 ta rasmdan foydalana olish uchun tayyor deyapti. Va uni keyingisida ham mana validation qismi uchun ham 4 ta klassdan 12 ta rasm topildi. Bular uchun validation uchun qismi esa 2400 ta rasmni mana uni o'zgartirib shu yerga saqlab qo'ydi. Xo'p, bularni rasmlarni labellanganligini bilish uchun, ya'ni sonlarda labellangan ekan. Mana tekana train this qismidan, train ya'ni mana bu qismidan rasmlar labellanib va kerakli qilinganmi shuni tekshirib olamiz. Va o'shandan qilib, mana shu datasetdan tekdan birinchi bashni olib, ya'ni 32 tadan ancha muncha bor, o'sha birinchi 32 tani olamiz va uni ichidagi labellanganligini ko'rishimiz mumkin. Images va labels qismiga bo'lamiz va uni bizdan esa label qismini olib, uni print qilib, uni numpy ko'rinishida nima desa bo'ladi? Xuddi lug'at ko'rinishida saqlab olamiz va o'sha 32 ta rasmdan faqat 10 taginasini ko'rsatadi. Haqiqatan ham bu bormi yoki yo'qmi? Mana labellangan. Mana 0 3 2 2 2 1 2 3 2 3 degani bu mana klasslarimiz 0 1 2 3 bo'lsa, mana bu yerdan ko'rishamiz, uni 0 1 2 3. Mana shu rasm, birinchi rasmni esa Blackroad ga tegishli ekan, ya'ni 0 da kelsa bu mana Heavy ga tegishli ekan klassiga, ya'ni sog'lom rasm ekan. Mana oxiridagi 3 ham xuddi shunday, mana 2 lar esa, ya'ni mana bu 2 lar esa bu ikkinchini 0 1 2 Cedar Apple Rust degani shu kasallikka tegishli deb tasniflangan. Mana ko'rishimiz mumkinki, haqiqatdan ham shu klasslarda rasmlar nechtaligini bilishimiz uchun, ya'ni bu ham oddiy tekshiruvga o'xshagan narsa. U mana model asosiy uni ishlashini, qaysi motorni desak ham bo'ladi. Shu qismini ko'radigan bo'lsak, mana bizdan ko'rishimiz mumkin. Base model qilib o'zgarishni saqlab olganmiz. Yana biz mana TensorFlow kutubxonasidan Keras API dan foydalangan holda MobileNet V2 degan arxitekturasidan tayyor, oldindan kuchli protsessor, kuchli video kartalar orqali, kuchli dataset orqali o'qitilganlar bilan mana o'qitilgan arxitektura bo'ladi. Biz shundan olib, ichidagi kerakli xususiyatlarni, kerakli narsalarni o'zimizga olib olamiz va uni ichiga o'zimizning o'qitilgan datasetimizni xususiyatlari, featurelarini kiritib, o'zimizga moslangan tayyor modelni olib olamiz. Uni o'lchamlarini ekan crash qismi 224 x 24 3 xil RGB rangda. Ya'ni biz tepada berganimiz ham xuddi shu shaklda include top, ya'ni bu ichidagi mana bu MobileNet V2 ni ichidagi mana xususiyatlarni buzib yubormasligi uchun, tayyor kelgan narsalarni o'zgartirmasligi uchun false qilib qo'ygan. Wait ImageNet degan datasetni qilamiz. Endi ImageNetda 1000 ta klassifikatsiya bor. Avtobus, poyezd, samolyot va shunga o'xshash narsalar bor. Xo'p, mana Base'da ham xuddi shunday, yana ichida xususiyatlarni o'zgartirmasligi uchun mana bu yerda output base modeldan chiqadigan narsalarni x ga saqlaymiz va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin layerlar qismi. Global average pooling 2D degan x vektordan rasmlardan o'rtacha average pooling degan matrica ko'rinishida keladigan bo'lsa, ularning asosiy xususiyatlarini, past xususiyatlarini tashlab yuborgan holda bizlarni mana ma'lumot xotiradan joy tejaymiz va resurslarni kam sarflaymiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana dense 128 activation rule funksiyasi orqali, ya'ni layerlar bu 128 ta layerdan iborat qatlam degani va buni rasmini ko'rishimiz mumkinki, mana bu yerda rasmini tayyorlaganman. Ya'ni qanday ko'rinishda bo'ladi desak, mana neyron tarmog'ining 128 ta neyronli qatlami. Ya'ni bu yerda featurelar kiriladi. Ya'ni bizlarning qatlamimiz rasmlar bo'ladi, xususiyatlari aniq bir dog' bor yoki aniq bir umuman o'zgarib turgan shaklni xususiyatlarini olamiz. Weightlarni birma-bir berib chiqamiz va bu yerdan weight 2 bo'lib o'zgarib ketaveradi. Keyin shu holatda bu yerda 128 qatlam bor va bu yer hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Va buni oxirida relu activation funksiyasini ham qo'shib qo'yamiz. Ya'ni bu manfiy qiymatlar, ya'ni bizga kerak emas. Modelimizga o'qitgan taqdirda ham uni modelni
benefit, ya'ni foydasi uchun hech qanday foydasiz bo'lgan narsalarni, ya'ni manfiy qiymatlarni tashlab yuboramiz va faqat bizga kerakli asosiy xususiyatlarni ajratib olamiz. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkinki, oxirida bizda 4 ta klassimiz bo'lgani uchun 4 ta outputga chiqish hisoblangan va shu orqali shunday jarayon kechadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday qilingan va bu kod qismi drop out degani bu 0.5. Ya'ni har bitta tashlab yuborish, ya'ni modelni ketma-ketlikda o'qib yubormaslik uchun, ya'ni har bitta o'qitilgan qatlamdan keyin bitta datasetni tashlab, ya'ni ichidagi rasmning qatlamini yoki xususiyatini tashlab yuboraveramiz, ya'ni o'chirib tashlaymiz. Mana bu bizga yana qaytadan o'qib olib, uni bitta joyga moslashib qolmasligi uchun unumdor bo'lishga softmax funksiyasi ham xuddi shunday, yana 4 ta klassimiz bor va o'shandan softmax qilib umumiy foizi 100% yig'ini 4 ta klass bo'lsa, o'shani 4 ta klassga predict qilingan 0.5% yoki 0.84% aniqlikda aniqladi desak, qolgan o'shalarni yig'in desa 100% aniqlikda natijasi bo'lishi kerak. Uni model qismiga input qilib base model, ya'ni mana bu yerdan o'qitilgan narsalarni ichiga shu yerga joyladik. Keyin output qismiga mana bu layerlarni 4 ta klassdan biriga yuborishni aytdik. Keyin mana model compiler optimizatsiya qismi Adamdagi o'rtacha yaxshigina optimizatsiya qilib beradi. Qaysi yerda xato qilgan bo'lsa, o'sha yerni to'g'rilab oladi. Xuddi shunday accuracy modelni qanchalik to'g'ri bashorat qilayotganligini step by step hisoblab ketaveradi. Mana hop, bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, bu yerda endi modelni o'qitish qismi, ya'ni datasetni berib, bizlar tayyor qilingan arxitekturaga modelni berib, endi o'qitish qismi qoldi. Mana early stopping, ya'ni bu qancha, masalan, bizlar aslini olganda mana 20 ta epoch yoki 30 ta yoki 100 ta epoch qiladigan bo'lsak, qancha epoch qilsak, bizlar unumdorligimiz, ya'ni ularning xususiyatlarini, featurelarini aniqlab olish imkoniyati va bizlar modelni aniqligimiz ancha shuncha oshib boraveradi. Lekin bu yerda bitta aniq bitta nima deysiz, lekin tarafi bor. Ya'ni lekin tarafi, ya'ni bizlar ba'zi datasetlar, ya'ni kamligi hisobiga, ya resurslarni kamligi yoki mana arxitekturani oddiy soddaligi hisobiga qancha o'qitaversak ham, mana modelni foiz ko'rsatkichi, ya'ni accuracy qiymati o'zgarmay qoladi va bitta nuqtaga borgandan keyin shu yerda to'xtab qoladi. 90% bo'ldimi, 90% to'xtab qolaveradi. Xuddi shunday. Bizlar bunday datasetni vaqtdan va bu yerdagi resursdan kamroq foydalanish evaziga early stopping qilganmiz. Early stopping bu oddiy, bu yerda hisoblab boraveradi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, vals ds degani bu ketma-ket o'qitilgan qiymatlarning 3 tasi natijasi deyarli o'zgarmay qolsa, o'qitishni o'sha joyda to'xtat deydi. Mana ko'rishingiz mumkin, 10 ta epoch qilingan. Mana bu yerdan ham accuracy'ning qiymati 0.89% qolib ketgan. Xuddi shundaymi? Mana loss ham 0.26, 0.26, 0.25 deyarli o'zgarmas qolgan. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Mana xuddi shunday. Bu erta natijamizni to'xtatish, resurslarni kamroq sarflash, vaqtni yutish uchun yaxshi funksiya hisoblanadi. Va bu yerdan bizlarni modelni o'qitilgandagi o'zgarishlarni grafik ko'rinishida ko'radigan bo'lsak, mana matplotlib funksiyani kutubxonasidan foydalanamiz. Bu yerdan loss bilan validation lossni, train lossni grafik ko'rinishida ko'radigan bo'lsak, mana loss funksiyamiz qanchalik mana validation loss, train lossdagi bonamiz asosida o'zgarib ketavergan va oxirida anchagina pastga tushgan va validation loss'imizda test qismimizda, ya'ni mana 40%, 0.40% xatolikdan boshlangan va u ham ancha pastga tushgan. Mana accuracy aniqligimizni ko'radigan bo'lsak, mana train loss'imiz mana 0 dan boshlanib anchagina yaxshi foyda qilingan. Validation accuracy'miz esa datasetimiz kamligi tufaylimi yoki shunday desak ham bo'ladi, xususiyatlarimiz birdaniga 0.85% aniqlikda to'g'ri qilib, natijamiz train accuracy bilan bir xil bo'ldi. Va bu yerda statistikalarda yerda datasetning sonlarini qanchalik predict qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda
Mana Confusion Matrix funksiyasidan kutubxonasidan foydalanamiz. Sakitlarning kutubxonasidan xuddi shu bor. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkinki, mana Confusion Matrix, ana Apple'ning 4 ta klasslarni 4 ta haqiqatan ham shunday predict qildimi, qanchasini to'g'ri bashorat qila olganligini ko'rishingiz mumkin. Umumiy masalan 600 ta rasmimiz bo'ladigan bo'lsa, Apple Scape'ni 488 ta qismini Apple Scape deb to'g'ri topgan. 32 ta qismini Apple Scape'ni esa Black Road deb predict qilib olgan. Ya'ni ba'zida rasmlar sifati kamroq bo'lishi mumkin. Va shunga o'xshash narsa. Yani 34 ta qismini Cedar Apple Rust degan va 26 ta qismini yana bu dog'lar kamlik hisobiga yoki kichkinagina bo'lishi mumkin. Shuni 26 tasini sog'lom deb yuborgan. Va buni umumiy qaraydigan bo'lsak, bu yaxshi natija. Ana bu ham Black Roadning ham ancha-muncha foydasini 520 ta mana ko'rishingiz mumkinki, bu yerda deyarli 600 ta rasmdan 593 ta rasmni to'g'ri bashorat qilgan. Ya'ni bir 10-15 ta rasmni qaysidir nimani evaziga, ya'ni u yerda kasallikni, rasm sifatini pastligi evaziga xato qilib predict qilib olgan. Sog'lom ham xuddi shunday. Mana bu yerda esa precision recall F1 skorlar ko'rishingiz mumkinki, bu yerda ham hammasi 80% dan yuqori. Bu bizga yaxshi, ya'ni modelni saqlab olamiz. Keyingi qismimiz yana buni modelni yana qayta o'qitaverib ishlatavermaslik uchun, ya'ni bitta modelga kerak formatdagi modelga saqlab olamiz xususiyatlarini. Keyin shu orqali biz rasm beradigan bo'lsak, bu bizga to'g'ri predict qilib bera oladi. Qanchalik foizga qarab bu, hani shu modelni to'g'ri modelni ishlayotganligini tekshirish, yana modelni uni yuklab olib, uni model qismiga saqlaymiz. Ana bu yerga rasm beramiz. Va bu yerda ochilmay qolibdi. Lekin statistik qiymati uni ko'rishimiz mumkinki, bitta rasm bergandik. Xo'p, mana bu yerdan rasmlarni 224 ga o'lchadi. Ya'ni bizlarda model arxitekturasida 224 standart qilingan input shakli, ana imagelarni esa 225 dagi matritsa ko'rinishida o'tkazadi. 0 va 25 ko'rinishdagi oq va qorani qilib xususiyatlari bu matritsa ko'rinishi hisoblash uchun ancha qulay va asosiy qismi desak ham bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkinki, mana bu yerda o'qitilgan qismi deyapti. Sizda bitta qadamda 0.89 millisekundda o'qitilgan deyapti. Mana prediction qiladi deyapti. Cedar Apple Rust'ga prediction qildi. Bu 0.9%, ya'ni 90% aniqlikda bashorat qilibdi. Bu yaxshi ko'rsatkich. Bu esa qaytadan o'qitish, ya'ni model unumdorligini oshirish qismi. Hozircha shu